bemor kelyapti. Mashinadan tushish ham juda qiyin bo'lyapti. Grij ushlab qo'ygan. Sedalish nerv qisib qo'ygan. Endi o'zidan so'ramasdan, o'ziga aytmasdan syomka qilyapmiz. Kelgan holati bu. Endi ko'ryapsizmi, 5 metrda ham уже yura olmayapti. Oyoqqa beryapti-da, уже tortib qo'ygan sedalishni nerv. Yurishingiz, o 5-xonaga borasiz. Kelyapsizmi? Shunchami? Engishib G harfi bo'lib qolibsiz. Nechiga boraman? 5-xonaga, ro'piriga. Bo'ldi. Uzoq ham yura olmayapsiz shekilli menimcha. Yaxshi, o'ng tomonga beryapti. Bo'ldi, xo'p. Kirib turing, hozir kiraman. Yuringchi ko'ramiz. Yaxshi. Qisman bor yana ozgina. Ha, lekin tikka bo'ldingiz endi. Tikka bo'lishingizga ishonib yuravermang. Mahalla kuyda, boshqa joyda o'tirib, stroyni rejim yotasiz bir oy. Masalan, sherigingiz bitta aka yosh katta odam 5 ta grija bilan keldi. O'sha odam ham sizda qayda birinchi kelgan. Qarang, ikkinchi etapga kelyapti yana. Hali bu qirg'izistonlik bitta javob berdi-ku. Tizzasini ushlab yurardi hojatxonaga. Birinchi kelganda sizda kelganman. Ha, xuddi sizda qay. Rejim glавный bu yoqqa. Bir yurib beringchi. Ha bo'ldi, yurib bir yo'l chiqib keta oling aka, bu yoqqa borib keling qilmaydi. Keyin nima, ana nukleo dumbadan-a? Yonboshdan olasiz, bir haftadan keyin olasiz. Maskada bormi? Ha, bor ekan. Bo'ladi, siz qarab ko'rasiz. Xo'p, yaxshi yetib oling aka. Bo'pti, xo'p. Bu oyoqni juda bosyapti-da. Yurmay turasiz endi. Birinchi belingiz-ku sizni kasalingiz. Yaxshi. Lekin manchalik bu qilib oldi ham katta gap. Ha, shunchalik turib chiqib ketyapti. Yaxshi, sog' bo'ling, xo'p.